Xo'p, nimadir keldi menimcha. Yana uglevod sizlarga yigitlar. Ajoyib. Hoy jigar, glyukozadan qo'ymasin, ha? Ayni muddao. Mushak, ilib ol. Juda senbob narsa. Juda vaqtida keldi, aka. 1 2 Yana bittasini ushlanglar. Jigar, har doimgiday. Mushaklar, bir chigalni yozaylik. No problem, aka. Keyingisi, xo'p. Xo'p. Qiziq, hayronman. Nima bo'ldi? Bilmadim. Hech narsa ko'ringani yo'q. Ups. Aytish yodimdan ko'tarilibdi. Biz intervalli och qolib ozmoqchimiz. Kechirasiz, intervalli nima? Bu vazn tashlash uchun yigitlar. Yoz yaqinlashyapti. Bu tana bilan plyajda bemalol yura olmaymiz. Plyajmiz sharmanda. Shuning uchun plyajda chiroyli ko'rinaman deb ovqatdan voz kechamiz demoqchimisan? Albatta. Biz mana bu qomatga intilishimiz kerak. Xavotirga hojat yo'q. Hammasini o'zim nazorat qilaman. Hali menga rahmat deysizlar. Ishlar qalay jigar? Hozircha yomonmas oshnam. Yig'ib qo'ygan glikogenimdan foydalanyapman. Shular bilan bir amallaymiz. Hammasini joyiga ishlatamiz. Bekor ketmaydi hozir. Zo'r. Aslida ahvol juda chatoq miya. Hozirgina ochlik keldi. Bilasan, juda bir yoqimli narsa emas bu. Iratko Lukas, cho Marquez, cho Trior. U biror narsa ber, hech bo'lmasa bir bo'lak non deyapti. Iloji yo'q. Chida oshqozon. Sen ochlikdan ko'ra kuchliroqsan. Maqsad aniq yigitlar. Qoringa yo'q, plyajga ha deymiz. Qoringa yo'q, plyajga ha. Nima gaplar jigar? Xo'sh, bizda glikogen tugadi. Lekin endi ketozni boshlaymiz va energiya uchun maksimal tarzda yog'ni yoqamiz. Zo'r. Rejamiz ish beryapti. Tez orada biz ajoyib qomatga ega bo'lamiz. Wow, bu nima bo'ldi? Qale, bu bosh aylanishi. Ochlik menga xuddi shunday bo'lishini aytgan edi. Ochlik aytayaptiki, bunday och qolish yaxshi emasligini miya yaxshi o'rganmagansan deyapti. Bu asabiylashish, uyqudagi muammolar, diqqatni jamlay olmaslik, bosh og'rig'i va ozuqaviy yetishmovchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Ozuqaviy yetishmovchilik? Xo'p, mayli. Keling bir hafta dietani to'xtatib turaylik. Bu masalani yaxshilab o'rganib chiqaman. Hozircha bir bo'lak non yeb tursak bo'ladi. Ochliksiz yashash juda yaxshi. Shunday emasmi? Nima desam ekan? Kamroq ishlayotganim yaxshi edi. Yog'ni tagida qoldim to'g'risi. Miya, intervalli ozish haqida biror narsa o'rgandingmi? Nima? Rostini aytsam, yodimdan ko'tarilibdi. Baribir yoqtirgan qiziga plyajda o'zini ko'z-ko'z qiladigan ozg'in yigitlar yoqmas ekan. Yo xudo. Semizlikka qaytdikmi yana? 3 2 1